Assalomu alaykum Instagramda obunachilar. Bugungi video temamiz joy temasidan bo'ladi. Manzilasi 50 tumani Bo'ston shahrida bo'ladi. Bo'ston mahallasidan kelaverishimiz Amir Temur ko'chasi bo'ladi bu yer. Bu tarafdan kelsak yana Didor to'yxona boyida 500 metr. Didor to'yxonadan kelaverishimiz bo'ladi. Ko'pchilik obunachilar biladi bu yerni, Amir Temur ko'chasi bo'ladi bu yer. Ko'pchilik samolyot ko'cha desam biladi. Shu yerda obunachilar joyimiz bor ekan, hozir video davomida to'liq ma'lumot bilan tanishtiramiz. Kanalga yangi obuna bo'lamiz, yurakdan bosib, Bo'ston shahridan joylamada deb do'stlar videoni tashlab qo'yamiz. Obunachilarning ko'chasi bo'ladi bu. Kirib kelaverishimiz. Domimiz esa shu yerda bo'ladi, 3 xonali. Birinchi etajda bo'ladi. Ikki tarafdan ham kelsa bo'ladi. Yo'lni ko'rdinglar. Yurak ustidan bosgan bo'lsang obunachilar, biz esa tanishtirishni boshlaymiz, xudo xolasa. Bu yerda ham giraverish eshiklari bor. Bu yerda topchani qo'ygan ekanlar. Giraverishimiz o'ng tarafda bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ichkariga kirsak, giraverishimiz yana 3 xonali bo'ladi. Odam yashab o'tirgan joy. Dom joyimiz yana. Bu yerda unitoz, banyasi yana narsasi bor. Bu yerda bir xonamiz bor. Bu tarafda esa bog'am bor, video davomida ko'rsatib beramiz yana. Bog'am hamma narsasi bor ekan bog'inda. Bu yerda bir xona. Bu yerda bir xonasi yana. Katta. Otoplikni olib o'tgan, bu yerda gazdan, tokdan, suvdan muammo yo'q. Wi-Fi'ni olib o'tgan bu yerda, konditsionerlar ham qurilgan. Bu yerda bir xonasi yana, spanning. Wi-Fi ham o'zi ishlangan. Bu yerda to'tiqushlarimiz ham bor ekan. Bu tarafda meni satashib ketayotgan ko'rsatgan eshigimiz, bir kuxnya bor, ishab turibdi hozir. Yurtlarni uzun. Koridor. Sirtqa chiqaverishimiz kuxnya. Bu yerda konserne qurilgan. Ovqatlarni bir choy-chadoq yerlarimiz. Obunachilar, dom joyimizni ko'rdinglar, 50 tumani Bo'ston shahridagi. Hozir mana bog'lar ham bor bu tarafda, ko'rsatib beraman. Mana bahosini kelsak, shuna birinchi etaj bo'ladi. Bahasi 23 ming dollar aytib turibdim, aytilishi 23 ming degan bo'lsa, qaytib kelishib beradigan yeri bor. Ekran pastda egasining telefon nomerlari bo'ladi. Endi men bog'larni ko'rsatib bersam. Bu yerda mashina qo'yaman desanglar, garaj ham bor ekan, hozir klodobki hisobida turibdi. Bu joyimiz yana ko'rdinglar. Bu yerda bog' ham bor. Chiyalar ekilgan. Chiyalar ham bor ustida. Hozir chiyani bahasi 18 ming bo'lib turibdi. Yine o'zlari uchun shu yerda bir kichkina bog' yaratib qo'ygan ekanlar. Uzum ham bor, chiya ham bor, erik ham bor. Yibedasa anar ham bor. Anarlar ham büyük turibdi. Shu joyini oynasi shunga qarab turibdi. Yine anar. Gördüğünüz obunachilar yo'llarini bog'lari bilan. Shu yerda videoni aytamiz, keyingi videoda görüşünce sog' bo'linglar, salomat.